Bismillah birodarlar, Kia K5 2016 shunaqa zo'r mashina ko'rib qo'ydim. Monster Koreyadagi student akalarimiz, Y9 akalarimizga narxi bor, shikalant narxda. Endi rasxoti. Birodar, rasxotini ayting, qanaqa bu? Dostonbek aka mana. Assalomu alaykum. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Kosokda 5-6 litr 100 kilometrga, shahar ichida taxminan shu 8 litr atrofida rasxot qiladi. Akalar, 5 litr bilan 100 kilometr yuradi. Meni gaz bilan bunaqa ko'p yurmasa kerak. Endi bu benzinmi yoki savarkami? Shunaqa ekonom bo'lsa, qaysi biri bunaqa? Aniq bilaman, gaz unaqa ekonom bo'lmaydi-da. 1.7 dizel aka motor, 7 ta korobkali. Shu turbo. 1.7 akalar turbo. Shuning uchun ham bu ancha ekonom ekan. Balonlarni almashtirish shart emas, shunday minsa bo'laveradi deyapti. Endi bitta yoqib ko'rsating buni, Dostonbek. Bir yonishlarini ko'raylik. K5 ni bilasizlar, u ichinlarini. Endi bitta yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Mashinani chiroyli holatda ko'rib beryapman. Narxlari shikalant holatda bitta oxirida aytib o'tib ketaman. Endi buni skorsi nechta buni, Dostonbek? Вообще gap 7 talik yonishlarida вообще muammo yo'q. Akalar, orqa tarafdan bitta ko'rsatib beraman. Sizlar uchun bo'lyapti bu. Bitta like taqillatib bosasizlar, pastga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Shitirlatib telefon qilib gaplashsanglar bo'laveradi. Lekin rasxot ancha kam ekan, o'zimga ham yoqib qoldi. Lekin turishi bor-ku, O'zbekistonda Gentra bo'lsa, Koreyada yaxshi bilishadi. Kia K5 deganda, mana shu bo'lsa yomon bo'lardi degan mana shu Kia K5 bo'ladi. Akalar, ko'ringlar, вообще moshni holatda sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beryapman. Telefon qilib bog'lanib olsanglar bo'laveradi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 3.700.000 qilib qo'ydik. Xotirjam bo'lasizlar, kelasizlar, minasizlar, tekshirasizlar, yo'qsa keyin olib ketasizlar. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olsanglar bo'laveradi. Sizlar uchun maxsus bo'ldi Koreya avtobozorida.